har bir farzand mana shunaqangi qasr uylarni ota-onasiga sovg'a qilish niyat qilsa kerak. Inshaalloh mana shu videoni ko'rayotganlar, niyat qilganlar bo'lsa, bitta yo'lakchani qizartirib qo'yinglar. Mana shu ko'chadan o'tayotgan har bir inson mana shu uyga termilmasdan qolmaydi. Uyimizning fasadi haqiqiy tosh. Ana endi tayyor bo'lsanglar, birgalashib bu uyimizga kiramiz. Undan oldin yo'qsa shu joyda bitta yo'lakchani bosib qo'yasizlar. Qani bismillah, marhamat. Mana qaranglar, yo mashalloh, uyimizning fasadini qaranglar. Juda ham chiroyli, haqiqiy travertin toshlardan qilingan, ikki qismga bo'lingan zelyoniy zona, yer maydoni, olti sotu. Tashqarida o'zi ko'rdinglar, bemalol podzemniy garaji ham bor. Navis osti bemalol bu yoqqa kiradigan bo'lsa, ikkita mashinalar sig'adigan joylar qilib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, mana shunaqa gumbaz osti oilaviy yozda o'tiradigan joylargacha, ya'ni terrasalargacha qilib qo'yilgan. Juda ham chiroyli, hashamatli uyimiz. Bu uyimiz naq 4 qavatdan iborat bo'lyapti. Ana endi tayyormisizlar? Oyog'inglarni uzatib joylashib olaylik. Yoningizga bir pilla choy qo'yib olsanglar, biz obzor boshladik. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizdan kirib kelish hol qismi. Hol bo'lsa shunaqa bo'lsin. Olgan odam bu yo'g'i myankiy zona qilib, oilalar orasida mazza qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Menga yoqqan jihati birinchi etajimizdan o'zida ikkita yotoqxona bor. Birinchi yotoqxona va ikkinchi yotoqxona, shuning yonida birinchi etaj uchun ajratilgan samojellar bor. Ana endi kelinglar, birinchi sizlarga uyimizning zal qismidan boshlab ko'rsatib beraman. Zalimizni ko'ryapsizlar. Xuddi shunaqa zal, ya'ni ikkinchi etajda ham bor. Juda ham chiroyli. Ya'ni mehmon ko'p kutadigan oila uchun bu ayni muddao. Ana endi kelinglar, sizlarga ayollarimizni ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonaga olib kirar ekanman. Menga juda ham yoqqan jihati hol bo'ldi. Mana marhamat, oshxonaga ham bitta baho berasizlar. Ayollarimiz bu yoqda maksimalniy darajada komfortli bo'lish uchun barcha qulayliklarni mujassam qilib qo'yilgan. Ana endi sizlar bilan birgalashib bu go'zal uyimizni ikkinchi etajiga ko'tarilamiz. Uyimizning ikkinchi etajini qaranglar, juda ham keng qilingan. Bu yoqdan mana shunaqangi balkonga chiqish uchun eshiklar tashab ketilgan. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli qilingan. Xo'p, ana endi kelinglar. Birinchi boshlab ko'rsatib beraman. Ikkinchi etajimizning o'zida naq 4 ta spalni bor. Bu master spalni, o'zining ichida garderob, sanuzellariga ega. Xo'p, kelinglar. Ana endi bu yoqda ikkinchisi, boya videoni boshida aytganimdek, uyimizda ikkita zal bor deb aytdim. Bu ikkinchi zalimiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Bu yoqda ham balkonlari bor, chiqadigan eshiklari bor. Va bu yoqdagi oxirgi bu yoqda ikkita xona bor. Bunisini ko'rsatib o'tirmaymiz. Bu yoqda odam yashagani sababli, o'shaning uchun bunisini ko'rsatyapmiz. Mana xonalarni ko'rasiz. Buning o'zining ichida sanuzellari ham bor. Hop, podvalimiz ham bor. Podvalimiz ham juda ham keng. Olgan odam kinozona, sport zal qilib qo'ysa bo'ladi. Manzaraga to'xtaladigan bo'lsa, Yunusobod tomon Haytown Mall orqasidagi elitli mahallada bo'lyapti. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa 720 ming deyilyapti. Joyida kelsa chiroyli narxlarda qilib beramiz.